Trombotik insultda yana bir klinik ko'rinishi diagnostika masalasi bo'yicha gemorragik bosh miya infarkti, arterial gipertoniya va aterosklerozning kombinatsiyasi kardiogen va arterial tromboemboliya bilan birgalikda sodir bo'ladi. Uning klinik ko'rinishlari katta intrakranial qon tomirlarining, odatda o'rta miya yoki bazal arteriyalar okklyuziyasi tufayli ishemik insultga o'xshaydi. Bu esa katta oq infarkt yoki gemorragik insult rivojlanishiga olib keladi. Ishemik insult yoki tranzitor ishemik xurujda bosh og'rig'i, ba'zan ko'z orbitasiga irradiatsiya qilinishi 25% hollarda uchraydi. Odatda u o'rtacha vertebrobazilar havzasida ishemiya bilan namoyon bo'ladi. Kuchli bir tomonlama bosh og'rig'i, bo'yin sohasi, yuz va ko'z orbitalaridagi og'riq, karotid arteriyasi disseksiyasi deymiz, bu ya'ni o'rischasiga расслоение patologiyasi bilan kuzatiladi. Agar ikki tomonlama og'riq bo'lsa, ya'ni ensa sohasiga og'riq beradigan bo'lsa, umurtqa arteriyasi disseksiyasi patologiyasi bilan kuzatiladi. Bunda vertebrobazilar qon tomirida uchrashi mumkin. Yurak urishi bilan mos keladigan pulsatsiolanuvchi shovqinlar distal ichki karotid arteriyaning stenozini hisobiga bo'lishi mumkin. Bunda ateromatoz shikastlanishi yoki uning devorining disseksiyasi, ya'ni расслоенияsi kuzatiladi. Bunday shovqinlar temporal, ya'ni chakka sohada beradigan shovqinlar hisoblanadi. Shu chakka sohasidagi stenozning, arteriya qon tomiri stenozining kamnishtiy qismi yaqinidagi arteriovenos malformatsiyasi hisobiga, glomus o'smasi hisobiga, karotid kavernos birikma tufayli yuzaga kelishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.